Bugun sizlar bilan massajli kreslolarimiz orasida Rolls-Royce bo'lgan, ya'ni Royal modelimizni ishlash funksiyalarini hamda obzorini ko'rib chiqamiz. Bu massajli kreslomiz 150 kggacha vesi bemalol ko'tara oladi. Bundan tashqari tashqi ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Italyanskiy dizaynda, ya'ni Italiya uslubida ishlangan bo'ladi. Ustki qismi umumiy akrildan, sinmaydigan, qirilmaydigan materialdan ishlangan bo'ladi. Bundan tashqari ichki qismi eko kojadan ishlangan bo'ladi. Eko koja 4 qavat. Tez so'kilib ketmaydi, mo'yishi, yuvib ham ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari, abagrak ishlagan paytda o'zidan noqulay hidlar ham chiqarmaydi. Massaj qilish mexanizmi keladigan bo'lsa, 4 ta silikoli roliki birinchi massaj qilishdan oldin odam tana hajmiga hamda bo'y uzunligiga moslashib, o'zini massajini boshlaydi. Roliklar sonik mexanizm bo'ladi, ya'ni yaponskiy uslubda massaj qiladi. 30 xil masaji bor. Displeyni o'zbekcha, inglizcha, ispancha, turkcha hamda xitoy tilida ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Upravleniyaga keladigan bo'lsa, голосовой sensorli ekranda, bundan tashqari knopkalar yordamida bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Dizaynini qora hamda oq ranglardan bor. Endi kresloyimizni ishlash funksiyalari keladigan bo'lsa, aytib o'tganimizdagi asosiy boshqaruv paneli sensor yordamida bo'ladi. Sensor ekranida o'zbek tilida turibdi hozir, mana ko'rishingiz mumkin. Umumiy avtomatik rejimlari o'zida avtomatik rejimlarni bemalol o'zgartirib, o'zligiga xohlaganlarni qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari ruchnoy rejimlari bor. Ruchnoy rejimini ham uqalash rejimi, urdirish rejimi, sekin urish rejimini har xil o'zingizga yoqadigan xilni qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari massajni qaysi chassini qilishni ham butun tanani yoki tanani aynan sohasini yoki umumiy bitta tochkani bemalol qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Bundan tashqari massaj qilayotgan rolik kengligini ham keng, o'rtacha yoki ingichka qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha qilib aytishimiz mumkin bo'lgan joyi musiqiy uxlashgani bor. Tetiklantiruvchi masaji bor, ruhiy masaji bor yoki tinchlantiruvchi rejimlarida bemalol kolonkaga ulab, o'zingizga yoqadigan masaj olsanglar bo'ladi. Tanani bo'yin qismidan dumoza qismigacha, bundan tashqari barmon uchidan tirsiz sohagacha ham o'zini roliklar yordamida masaj qiladi. Ya'ni bu modelimizning boshqa modellarda yo'q qo'shimcha qismi oyoqning tagini vibratsiya berib ham masaj qiladi, sizga yoqimli his beradi. Nastroykasi yordamida tilini, bundan tashqari podsvetkalarini yonib o'chishini ham o'zingizga mos qilib to'g'irlasangiz bo'ladi. Sizga ham shunaqa sifatli va premium ko'rinishdagi bo'lgan massajli kreslolar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning showroom kelib, mutaxassislarimiz yordamida tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Bizning showroomimiz Nurafshon ko'cha 94A manzilida joylashgan.